bitta shu tez operatsiyasi bo'lishi mumkin edi. Hozir qaytadan yana 3 ta operatsiyani amalga oshiryapmiz. Xo'p, mana bemorda spermatozitlar chiqdi. Juda ham morfologiya deymiz, sog'lomligi juda ham yaxshi, alhamdulillah. Xo'p, bemor boya aytganimizdek gidrotselli bo'lgan. O'zi varikotselli, azospermiyadan qutqaraman deb turib, varikotselli operatsiya qilishgan. Varikotsellida asolati bo'lib, moyaklari ishib ketgan, bundan tashqari ham varikotselli qaytalangan. Bir vaqtda o'zida bemorda hozir varikotselli boshqatdan operatsiya qilyapmiz, zamonaviy usulda. Tez operatsiyasini qildik, mana necha yildan beri bepushtlik, o yana zo'rroqlar chiqdi. Mana yana juda ham yaxshilar chiqdi. Necha yildan beri azospermiya urug' foizi 0 bo'lgan, boshqatdan operatsiya qilib, mana Xudoga shukr juda ham yaxshi urug'lar topdik va gidrotsellidan operatsiya qilyapmiz. Ya'ni bitta shu tez operatsiyasi bo'lishi mumkin edi, hozir qaytadan yana 3 ta operatsiyani amalga oshiryapmiz. Shuning uchun aytadigan narsamiz, mutaxassisga, yaxshi mutaxassisga va yaxshi zavideniyaga borish kerak.